Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mr. Steve. Bugun biz Hero'dan faktlarning ikkinchi qismini olamiz. Hozir biz Hero akaga telefon qilamiz. Tut. Alo. Kimdir? Hero aka, biz oldimizga kela olmaysizmi? Bilmadim, hozir yarim soatlarda bor. Ko'ramiz, qaytasiz. Men faktlar olish uchun shu bitta uy chaqirdim. Biz o'ng'illas kelaman, ko'ramiz. Ana! What the hell? Chacha! Yeah, what the hell? Yaxshimisiz, yursizmi? Yaxshi. Mayli. Silib ketib qoldi. Xo'sh. Qo'yib yuborasan. Wow. What the hell? Chidasa bo'ladi. Assalomu alaykum Hero aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Yursizmi o'zingiz? Shu faktlar olmoqchi edik. 25 ta. Wow, mayli. Bering savolingizni. Xo'sh, birinchi savolimiz bundan iboratki, ismingiz nima? So'rlang oqilaga. Ismim mayli, ismim Behruz. Meni ismim Behruz. Mana birinchi savolni eshitdinglar, ismi Behruz ekan. Mayli. Ikkinchi savolimiz esa familiyangiz. Meni familiyam Turg'unovda, короче. Yoqtirgan hayvoningiz. Meni hayvonim Kuchuk ekan, kuchuk. Yoqtirgan ovqatingiz. Osh ekan. Xo'sh, yaxshi. Obunachilaringizga ham salom. Mana obunachilarim salom. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu zo'r video olyapmiz. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Nechanchi sinfda o'qiysiz? Men 6-sinfga o'tdim. Nechanchi maktabda o'qiysiz? Men hozir what the hell? WhatsApp xat qoldi, uzr. Nima deyapsan? Nechanchi qoldi? Shibdi dob yasa. Mana Hero aka o'zini skinida. What the hell? Nima bo'lyapti? Brat, qalaysiz? Yursizmi? Shu yoqdi. Nechanchi maktabda o'qishingizni aytmasdan qochib ketdingizmi? Tak işte, zir, men hozir 6-sinfga o'tdim. Maktab. Maktab, men 45-sinfga o'tdim. Tak zir, hayajonlanyapman. 45-sinf. Bo'lsa uyalmayman ekan-ya. Nima deyapti? Error. Nima? Error command give not found. Tak. Uyalib ketib qoldi 45-sinfda. Bo'pti. Yoqtirgan futbolchingiz. Meniki Messi. Messi. Qaysi viloyatdansiz? Tak. Mayli. Men Farg'ona viloyatidanman. Qaysi tumandan? Beshariq. Ko'changizni nomini ayting. Mayli, Olmazor ko'cham. Birinchi kanalingizni nomi qanaqa bo'lgan? Qaysi do'stingiz bilan? Do'stim, bitta do'stim bilan Xursonali Odil bo'lgan birinchi. Yoqtirgan mashg'ulotingiz. Tak, futbol o'ynash, obunachilarimga video qo'yish. Kim kanal ochishingizga yo'l qo'ygan? Tak, bitta do'stim o'sha yordam bergan. Mayli, bo'yingiz necha santimetr? 1.40. Vazningiz-chi? 40. Qaysi telefonda shu montajlar qilib video olasiz? Bu Samsung. Yoqtirgan jamoangiz? Tak, Barsa. Mana.
tug'ilgan kuningizni ham ayting. To'xtanglar. Yo, WhatsApp. Stop turing. Tashlaman endi. Avval. Короче, bu Tug'ilgan kuningizni ayting yo'llaga, palakat odam. 20-sentyabr. Xo'sh. Qanaqangizga shu ko'tarilib ketganingiz haqida bir Omad bo'lsa ayting. kerak, omad. Beking. Yoqtirgan YouTuberingiz kim biladi? Siz videolaringizni ko'rib o'tiraman. Xo'sh, yana O'zbekistonlik qaysi futbolchini yaxshi ko'rasiz? Abbos. Abbos Fayzollayev. Abduqodir bo'lardi, ammo lekin tupurib Abbos o'tib ketganman, короче. Xo'sh. Sizga qaysi davlat yoqadi? O'zbekistondan tashqari. Tak. Ya'ni O'zbekistonlik yo'q. Sal tushunmovchilik bo'lyapti do'stlar, endi sal ketirasizlar. Bag. Hozir. Mana. Bo'ldi, mana keldi. Hero. Moy. Yozir. Chiqgan uchun sir nima bo'lib qoldi? Baglar. Siz O'zbekistondan boshqa qaysi davlatni yaxshi ko'rasiz? Ya'ni Koreya. Koreya. Xo'sh, kelajakda qaysi kasbni egallamoqchisiz? Shifokor bo'lmoqchiman. Nechta obunachidan keyin yuzingizni ko'rsatasiz? Tak. Hammaga o'xshagandek 1000tadan keyin-da. Yaxshi, oxirgi savolimiz. Menimcha 2025-yilda chiqqan Brain Rot Animals, ya'ni Italiyaning memlari sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Haligi Bir patabimlarga o'xshaganlar. Yo, menga u juda yoqmaydi. Uni aytish bizni o'zbekka короче yomon-da. Keling, bitta rasmga tushib olaylik. Keling. Bu ikkinchi qismimi? Hozir rasmga tushib olaylik. Mana rasmga tushdik. He. Hammaga xayr, bu ikkinchi qism bo'ldi. Uchinchi qism. Stop. Tak. Herodagi obunachilarim. Menga qarang. Mana. Herodagi obunachilarim, uzr. Hozircha video ola olmayapman, o'shaning uchun uzr qacharyapsiz. Aylanib yuribman. Uzr, o'shaning uchun men keyinroq video chiqaradi. Sizlar ishoninglar. Bo'pti. Xayr, Hero kanal, Hero hammaga obuna bo'linglar. Menga ham obuna bo'linglar. 170 ta obunachidan 180 ta obunachi bo'lganimizdan keyin buni 3-qismi chiqadi. Sizlar ishoninglar, faqat ishonsanglar bo'ldi. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Mr. Steve va Hero bo'ldi. Shu bilan keyingi qism 180 tadan keyin chiqadi. Hero kanalida ham 130 ta obunachidan keyin video chiqadi. Shunga obuna bo'linglar. Hammaga xayr. Stop. Bitta narsa ko'rsatib qo'yay. Bir patapinni umuman demaylar. Bu haqorat qiladi. Boshi oddiy, kulgili bo'lishi mumkin, lekin oxirgacha eshitgandan keyin sizlar uni hayotda gapirganlar kelmay qoladi. Bu savolni nima berdingiz bilmadim, ammo lekin bu yomon narsa aytib qo'yaylik. Tualetku bu. Mayli, endi xayrlash vaqti ham keldi. Keyingi video qanday bo'lsin, kommentga yozinglar. Pakana vaqt. O kattalashdi bitadi. Keyingi video qanaqa bo'lishini kommentga yozib ketinglar. Yana Hero haqida bo'lsinmi? Hero bilan birga vijvaniya qilamiz agar. Xohlasanglar kommentga shuni yozib ketinglar. Xayr do'stlar, sizlar bilan o'sha Hero. Stop, to'xtab turinglar. Boshina. Stop.
buning uchun bo'lmayapti. Tak, qaramay turingda, iye. Mana. Hamma obuna bo'lmasin. Iye. Tak, obuna bo'lsin, sizlar bilan o'sha. Xayr bo'ldi. Mr. Steve ham bo'ldi, allohchilar. Olg'a. Stofas. Sen halidan beri ko'zimni oldida yugurib yuribsan-a? Bum degan qo'yib yuboramiz hozir shekka. Montajda. Bum. Voy jonim. Hammaga xayr, qisqa vaqt ichida Mr. Steve uxlayotgan xayr bo'ldi. Bo'ldi, xayr. Sizlar bilan uxlayotgan xayr va Mr. Steve. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Xullas, hammaga xayr. Kommentga xayr bilan vijvaniya bo'layotgan bo'lsa, plus qoldirib ketinglar. Biz albatta qilamiz. Hammaga xayr do'stlar.